Pakistan Bosh ministri Imron Xon Hindistonning Afg'oniston zaminidan foydalanib, davlatini muqimsizlashtirishidan andisha qilganligini bildirdi. Pakistan matbuotlarining xabar qilishicha, Bosh ministr Imron Xon Pakiston Afg'oniston savdo va selinma munbiri yig'inida qilgan so'zida davlatining Afg'onistonning tinchligi va muqimligidagi rolini davomlashtirishga qat'iy irodasini qayta ta'kidlagan. Imron Xon Afg'onistonda hokimiyat beshiga kimning kelishidan qat'iy nazar Pokistonning munosabatlarni kuchaytirishni qaror qilganligini til qilib, ikki davlat kelgusining ittifoqlikqa, o'zaro savdo va iqtisodiy munosabatning kuchayishiga bog'liq ekanligini aytdi. Afg'oniston va Pokistonning Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridoridan naf ola oladiganligini tilga olgan Imron Xon, ikki davlatning savdo sanoat markaziga aylana oladiganligini bildirdi. Imron Xon yana Hindistonning Afg'oniston zaminini ishlatib, Pokistonni muqimsizlashtirishga urinishidan andisha qilganligini tilga oldi va Kashmir masalasi ustida to'xtalib, bu masala Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining qaroriga asosan hal qilinganiga qadar har qaysi rayonlik va xalqaro munbarlarda Pokistonning masalan kun tartibida tutilganligini aytdi.